Dardini biladi buni qanaqa og'irligini. Assalomu alaykum o'g'illar. Bugun sotumizda tip-tiniq holatdagi Gentrachamiz kelgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mashinamiz 2023-yil, kuzovi esa 2024. Mashinaga navorotlar qilib qo'yilgan. Hali yangi bo'lishiga qaramasdan 4 ta yumshoq balon taqilgan. Salonlarning holati ko'rishlaringiz mumkin. Ideal holat turibdi. Mashinamiz atiga 8000 kilometr yurgan. Hech qayerda pitno, kraskasi yo'q. Videoni tez Gentra olib bosib yuraman, katta bola bo'lib yuraman degan akalarga yuborib qo'yasizlar. Ko'rishlaringiz mumkin, mana orqa bagajlarining holatlari hali metan, propan umuman ko'rmagan mashincha. Bundan tashqari mashinamizga Pioneer magnitofon uстановка qilingan va ikkita keyboard kolonka ham qo'yilgan. Aytayapmanki, mashina olasiz, baraka topasiz. Hech qanaqa xarajat qilib, yoqdan bu yoqqa chopib yurmaysiz. Yangi mashina olganlar o'zi dardini biladi buni qanaqa og'irligini. Bu mashinamiz narxini attiga 13800 ga qo'yapmiz. Past nomer qoldiraman. Bemalol aloqa qilsangiz, yana savdosi ham bor.